Assalomu alaykum. Bugun shunday muborak oqshomda O'zbekimning go'zal to'yxonasini fayzu nurga to'ldirib turgan yaxshilar, hurmatli xonimlar va janoblar. Otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, opa-singillar, qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar, xudo-andalar, yori do'stlar. Hammalaringizni xush ko'rdik, avvalambor xush kelibsiz. Qadrlaringizga hazratlar bo'lsin. Bugun yaratgan nasib qilgan mana shunday bir chiroyli sanada avvalo mana shunday yorug' yuz bilan sog'lik salomatlikda ko'rishar ekanmiz, yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Albatta bilamizki, bugungi mana shunday diydor kechadi. Bugungi diydor lahzalarni o'ziga xos sabablari bor. Bugun so'zimizni hammamizni ajoyib bir xonadon sohibmalari o'zlarini eng quvonchli damlariga chorlagan. Demak, birgalikda bugun mana shunday insonlar bilan chiroyli to'yni boshidan turibmiz va mana shunday insonlar bilan bugun yaxshi bir tantanani birga shohidi bo'lib turibmiz. Avvalambor Ashurlar xonadoni qilgan to'ylar muborak bo'lsin deymiz, chin ko'ngildan tabriklab o'tamiz. Qolaversa xonadon sohiblari bugun mana shu Berdimurod bobomiz hamda Salim opamlarni bugun xonadonlarda yaxshi kun bo'ladi va nevara to'ylar boshlanib ketgan. Chin ko'ngildan qutlaymiz shu bobomizni va mana shu onaxonimizni nevara to'ylar bilan chin qalbdan tabriklab, eng yaxshi qutlovlarimizni ulashib qolamiz. Hech qachon boshlari to'ydan chiqmasin, umrlari uzoq bo'lib, mana shunday farzandlar, yaqinlar baxtiga sog' salomat bo'lsin deymiz. Endi esa bugun mana shu xonadonda bugun chiroyli to'y ekan, avvalo to'yning qahramonlari esa bugun bilamizki, ajoyib O'gachamiz, nabirachamiz mana shu Murodjonni bugun payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuni, ya'ni sunnat to'ylari o'tib boradi. Murodjon to'y bolamizga ham uzoq umr tilaymiz, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, o'rib bo'lsin, katta yigit bo'lib, bugun kelib elimizga, jamiyatimizga, xalqimizga xizmat qiladigan halol yigit bo'lsin deymiz. Qolaversa, mana shu Dushanbagarga ham, Sevarani ham bugungi chiroyli to'ylar bilan chin qalbdan tabriklab qo'yamiz. Ularga ham bugungi yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz. Shunday go'zal tilaklarimiz bilan bugungi to'y oqshomini rasman ochiq deb e'lon qilamiz. Mehmonlarga esa xush kayfiyat tilaymiz. Bemalol dasturxonlarga qaraysizlar, biz ham bugungi tantanamizni shu tariqa boshladik. Albatta bugungi tantanamiz, bugungi to'yxonamiz bilamizki, chiroyli tilaklar bilan birgalikda bugun bir-biridan chiroyli kuy qo'shiqlar bilan ham to'y davomida bezanib boradi. Biz ham bugun xizmatga shay bo'lib, sizlarning ko'ngillaringizni olish uchun yaxshi niyatda turibmiz. O'ylaymizki, ijodiy guruhimiz bugun albatta bugungi mehmonlarimizga manzur bo'luvchi qo'shiqlar bilan xizmat ko'rsatadi. Guruhimiz rahbari Alibekjon Qodirxonov, qolaversa Begonaxon, Sheralijon Rizayev, mana shunday ajoyib hamkasblarimiz bugun sizlarning ko'ngillaringizga yo'l topish uchun go'zal chiqishlarni havola etadi. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun yana bir bora xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar, rahmat.